Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Ustozlarga Alloh taoloning rahmati, marhamati bo'lsin. Bugundan e'tiboran Hazrat Mir Alisher Navoiy rahmatullohi alayhining Sirojul Muslimin risolalarini inshaalloh baholi qudrat o'rganib borishga, undan bir manfaat olishga harakat qilamiz. Alloh taolo hazratni qabrlarini nurga to'ldirsin, o'ziga yaqin bandalari qatorida hashr qilsin. Siz va bizlarga hazratdan unumli foydalanishni va o'rganganlarimizga amal qilishligimizni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Xo'p, asar Sirojul Muslimin bu kichkinagina bir risola bo'lib, bu hazratning vafotlari yaqinlashib qolgan vaqtlarga to'g'ri keladi. Bu taxminan 1499-1500 yillarda yozilgan bu risola. Sirojul Muslimin musulmonlar chirog'i degani, ya'ni musulmon kishi deylik, avvalda odamlar qorong'u tunlarda yurishar ekan. Qorong'u tunlarda yurgan vaqtlarida qo'llarida chiroq bo'lgan va manzillariga o'sha chiroqni yorug'ligida o'z manzillariga qora zulmatdan o'tib olishgan, manzillariga yetishgan. Demak, musulmon kishi ham o'zini manzili bo'lmish, ya'ni jannatga qarab yo'lga chiqqar ekan. Demak, unga bir chiroq zarur bo'ladi va bu chiroq jannatga ketiladigan yo'l to'g'ri ketilyaptimi, noto'g'ri ketilyaptimi aniqlab beradi, yoritib turadi va mana shu yorug' yo'lda demak manziliga yetib olishligi oson bo'ladi. Demak, musulmon kishini chirog'i albatta uni jannat manziliga eltib borishi kerak bo'ladi. Hazrat Navoiy ham bejiz Sirojul Muslimin deb atamadilar. Chunki hadis shariflar ham keladi. Kim Alloh taologa iymon keltirib, 5 vaqt namozini o'qib, Ramazon ro'zasini tutib, qodir bo'lsa zakotni berib, qodir bo'lsa haj amalini bajaradigan bo'lsa, demak u kishi jannatga kirishligi haqida bashorat berilgan hadis shariflar bor. Demak, Sirojul Muslimin ham Hazrat Navoiyni fiqhiy asariga kiradi va bu fiqhga bag'ishlangan bir mo'tabar asardir. Asar nazmiy tilda yozilgan bo'lib, demak, Hazrat Navoiyni nasriy asari emas, balki nazmiy asarlari qatoridan joy olgan. Demak, bunda nomiga munosib, demak, aynan o'sha 5 ta rukun, asosiy rukunlar tanlab olingan. Ya'ni bu har bir musulmon bilishi zarur bo'lgan, kundalik hayotda muhtoj bo'ladigan ayrim mavzularni Hazrat Navoiy yoritib berganlar. Endi asarni yozilish sabablariga keladigan bo'lsak, juda ham bir ajoyib bir voqea sodir bo'ladi. Shuni ortidan hazratga demak bu ishni qilishlik mas'uliyati yuklanadi. O'sha aytiladiki, kunlardan bir kun shu bir ko'pchilik odamlar o'tirgan bir davrada bir kishi o'sha Hazrat Navoiy qurdirgan rabotlar haqida, shu bir rabot qurdirgan bo'ladilar. Shu rabot haqida juda ham maqtab, uni bir go'zalliklari, qulayliklari haqida juda bir maqtab shunaqa so'z qiladi. Shunda o'sha ularning ichida o'tirgan podshohga yaqin bo'lgan bir inson aytadiki, o Hazrat Navoiy odamlarning boshini deydi, ishq va muhabbat bilan, mayu sharbat bilan deydi, gangitib, din va diyonatidan uzoq qilib, bunaqa qilib rabot qurishini nima keragi bor deb aytadi. Nima foydasi bor buni degan ma'noda gapiradi. Buni asarni boshida Hazrat Navoiy o'zlari ham keltiradilar.
u zot o'sha kishini shaxsan taniganliklari haqiqatga yaqinroq. U kishini nomini tilga olmaydilar, balki o'sha bazmning nuktadoni, ya'ni o'sha majlis ahlini bilimdon kishisi shunday deb menga aytdi va uni so'zlari haqida, to'g'ri edi. Men haqiqatan islom fiqhiga oddiy odamlar ham tushuna oladigan, ya'ni fiqhga qo'l urmagan ekanman deb, demak uni ortidan meni qalbimga bir olov tushdi. Shu olov ediki, demak o'sha asarni, risolani bitib qo'yishlik. Demak o'sha Hazrat Navoiy bu yerda juda ham bir ulkan xulqlarini namoyon etdilar. Ya'ni Hazrat Navoiyni butun asarlari aslida din. Butun asarlari dinni ham asli mohiyatidan iborat edi. Tasavvufdan iborat edi. Demak, yo'q u men asarlarimni bilmas ekan, tushunmas ekan degandek e'tiroz bildirmadi, balki yo'q u to'g'ri aytdi, ba'zimni nuktadoni degan juda ham bir hokisorlik bilan shunday bir mavqedagi zot Hazrat Navoiy u kishini gaplarini ma'qullab to'g'ri aytdi. Men rostdan ham shunday qilmabman. Avom uchun, ya'ni ijodlarim xoslari uchun edi, avom uchun hech narsa qilmagan ekanman deb qaranglar qanday go'zal bir xulosaga keldilar va buni ortidan Sirojul Muslimin risolasini yozishlikka ahd qildilar. Mana shu narsalarni o'qib borar ekanman. Bundan bir necha yillar avval o'qigan Xondamirni Makorimul Axloq kitoblarida Hazrat Navoiyni o'sha bir voqeasi keladiki, Hazrat tahorat olgani borganlarida shu tahoratini olish mobaynida ustiga bir chumoli chiqib olar ekanda. Keyin Hazrat o'sha yo'lda ketayotganlarida o'sha chumolini o'zi bilan birga kelganligini ko'rib qolar ekan, yana borib o'sha tahorat olgan joylariga borib chumolini qo'yib yuborar ekanlarda. Ya'ni buni ham o'zini uyi bor, ahli bor, men unga zulm qilib qo'ymay deb, ya'ni chumolini ham o'z joyiga olib borib qo'ygan ekanlar. Demak, bu zotlar yozganlari bir buyuk ibrat bo'lsa, qilgan amallari yana bir ibrat. Taqvolari, Allohdan qo'rquvlari yana bir ibrat. Demak, haqiqatan buyuk zot bo'lganlar, haqiqatan go'zal xulq sohibi bo'lganlar, haqiqatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan va azizlar yo'lini tutgan buyuk zot bo'lganlar. Alloh taolo o'z zotni rahmatiga olgan bo'lsin. Hazrat Alisher Navoiy rahmatullohi alayhi ushbu asarida islom dinining 5 rukni, ya'ni asosini bayon qilish bilan cheklanadi. Avval iymon va uning asoslari hamda ahli sunna va jamoa aqidalarini qisqacha aytib o'tadilar. Alloh taoloning sifatlari haqida to'xtalib, bu boradagi sof islomiy tushunchalarni eslatish bilan buyuk yaratuvchi haqidagi eng to'g'ri aqidalar bilan o'quvchini tanishtiradi. Bilamiz, aqida masalasi juda ham nozik masala va juda ham ko'pchilik demak aqidadan adashib har xil firqalarga bo'linib ketishlik ham aynan shu aqida to'g'ri tushunmaslikdan bo'lib o'tgan. Demak, Hazrat Navoiy eng to'g'ri aqidalar bilan bizlarni tanishtiradi. Keyin esa islomning ikkinchi rukni bo'lmish namoz xususida so'z yuritadilar. U zot namoz uchun zarur bo'lgan poklik, tahorat, tayammum, g'usl hukmlari aytib o'tiladi. Keyin esa ro'za, zakot va haj amallari haqida qisqacha ma'lumot beradilar. Keyin esa kitobga xotima yasaydilar. Sirojul Muslimin risolasi Hajaz bahrida yozilgan, mafoilun faulun tarzida demak o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Chu yondum xomay mushkun shamoma, qilay deb haq oti bir lazib noma. Ta'alalloh zihi halloqi ma'bud, ki mahluqoti andin bo'ldi mavjud. Yo'q erda har ne borul qildi izhor, borin yo'q aylabon ham bo'lg'usi bor. Qilib barhaq ulusqa anbiyosi, Muhammad barchasining peshvosi. Munga 100,000 salomandin damodam, yana avlodiyu ashabiga ham. Bu yerda mana Hazrat Navoiy bu kirish qismida
Demak o'sha hamd va nat bilan qisqacha boshlayaptilar. Alloh taoloni deydilar, o zot Alloh taoloni nomi bilan shunday bir go'zal bir noma yozayki, bu mushkni hidi kelib turadigan mushk isli xushbo'y qalamni yo'ndim deb aytyaptilar. Ya'ni qalamni yo'ndim deganlarda ya'ni ushbu risolani yozishga ishora qiladilar. Yozishga ishora bor va bu yerda o'sha mushkni hidi kelib turishi deganda demak bunda bu islom dinining rukunlari bo'lganligi uchun, islom dinining asoslari bo'lganligi uchun bu xushbo'yliklardan ya'ni bahramand bo'ladi buni o'qigan insonlar degan bir o'xshatishlar mavjud. Keyin u zot aytadiki, Ta'alalloh zihi halloq ma'bud deganda demak halloq ya'ni haqiqiy ibodatga sazovor bo'lgan, xoliq bo'lgan zot, ya'ni hamma narsani yaratgan zot, xoliq bo'lgan zot naqadar oliy bo'ldi deb aytadilar. Zotan barcha mahluqotlar u zot tufayli mavjuddir. Demak o'sha aqidada ham o'sha vojibul vujud, joizul vujud bor. Ya'ni vojibul vujudda o'sha aynan Alloh taolo vojibul vujud, ya'ni u zotning mavjudligi vojibdir. Ya'ni Allohsiz hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hamma narsa joizul vujud, ya'ni bo'lsa ham bo'lmasa ham hayot davom etaveradi, lekin Alloh taolo haqiqiy vojibul vujuddir. Demak, Alloh taolo barcha mahluqotlar u zot tufayli mavjuddir. Alloh taoloni borligi tufayli hamma narsa bor. Demak, hamma narsa Alloh taolo tufaylidir. Demak, hamma narsani yaratgan uning o'zidir. Va aytilyaptiki, bor narsalarning hech biri, ya'ni hozir ko'rib turgan narsalarimizni hech biri yo'q edi. Barchasini Alloh taolo bor qildi. Ya'ni biz ko'rib turganki yoki ko'rmasdan bilib turganimiz farishtalar, jinlar deylik, yoki jannat, do'zax, biz ko'rmayotgan narsalar, demak ko'rmayotgan narsalarimiz ham, ko'rib turgan quyosh, oy, yulduz, tabiatdagi narsalar, umuman ko'rib turgan, ko'rmayotgan narsalarimizni avvalda yo'q edi. Bularni hammasini u bor qildi, Alloh taolo bor qildi. Va u yana borin yo'q aylabon ham bo'lg'usi bor. Demak, bo'sha borlarni yana yo'q qilib yuborishlikka qodir bo'lgan zot Alloh taolo. Va bor bo'lgan narsalarni yo'q qilishlik bilan yana o'zi turaveradi. Yana o'zi bor bo'yicha turaveradi. Ya'ni hamma narsani yo'q qilish bilan o'zi ham yo'q bo'lib ketmaydigan zotdir. Ya'ni u avval ham bor edi va hamma narsani yaratdi. Hamma narsani yaratganda ham u bor va hamma narsani yo'q qilib yuborganda ham uning o'zi qoladi deb Hazrat Navoiy aytayaptilar. Demak, u zotdan keyin u zot haqiqatan ham insoniyatga payg'ambarlar yubordi, anbiyolar yubordi. Qator-qator payg'ambarlarni, ketma-ket payg'ambarlarni Alloh taolo o'zini tanitish uchun, o'zini bildirishlik uchun payg'ambarlarni qator-qator yubordi. Va mana shu yuborilgan payg'ambarlarning eng peshvosi ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ldilar. Demak, bu bilan demak hamddan nat qismiga o'tyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bu yerda qanday ulug' zot ekanligi, Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning ichidagi eng peshvosi ekanliklarini Hazrat Navoiy tilga olyaptilar. Munga 100 ming salomandin damodam yana avlodiyu ashabiga ham. Uni u zotda o'ziga, avlodlariga va u zotning sahobalariga Alloh taolodan ketma-ket doimiy tarzda Alloh taolodan 100 minglab salomlar bo'lsin deb Hazrat Navoiy tugatyaptilar. Demak, bundan keyingisi kitob nazmining sababi haqida so'z yuritiladi.